Ludwig van Beethoven, Germaniyalik mashhur muzikant, klassizmlik muzika iqimining eng tipik vakili. U muzika tarixida tangdoshsiz yuksak o'ringa ega, dunyo muzika tarixiga o'chmas to'kib qo'shgan. U 19-asrdagi eng ulug' muzika ustasi, butun insoniyatga tava qahramon kompozitor. Jungoliklar uni muzika piri va ulug' simfoniya shoiri deb ataydi. Beethovenning asosli asarlari ichida 9 qismli simfoniya asosli o'rinni egallaydigan bo'lib, vakillik asarlaridan Qahramon, Taqdir, Sahro, Oy nuri va kichik skripka muzikasi bahor qatorliqlar bor. U klassik muzika iqimining muvaffaqiyat qozong'uvchisi bo'lish bilan bir vaqtda romantizm davri muzikasining pardasini ochuvchi bo'lib, dunyo muzikasining taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. 1770-yili Beethoven Reyn daryosi qirg'og'idagi kichik shahar Bonnda tug'ilgan. Bu bir uzoq tarixga ega go'zal shahar. Beethovenning jamiyati shu joydagi nomdor muzikantlar oilasi. Uning bo'g'zi bo'lsa, Bonn ordisi muzika atratining boshlig'i, dadasi bo'lsa, erlar yuqori ovozli naqshchi. Kichikidan boshlab, dadasi tug'ma talantga ega Beethovenni Mozartga o'xshash qaltis o'smir qilib tarbiyalab chiqish uchun uning bo'lgan mashqi intayin og'ir edi. U 4 yosh vaqtida pianino chala oladi, 8 yosh vaqtida sahnaga chiqib o'yin qo'ygan edi. Lekin balalik mazgildagi Beethoven sistemli holda haqiqiy ma'nodagi muzika tarbiyasi qabul qilib boqmagan. U 10 yoshdan boshlab Rossiyadagi eng donliq muzik ma'rifati Nefni ustoz tutgandan keyin ondan muzik talantini bora-bora rasmiy joriy qildirishga boshlagan. 12 yosh vaqtida Beethovenning muzik saviyasi mislsiz ilgarilashga erishgan. U nihoyat tezda erkin holda o'zi yaxshi ko'radigan muzikani o'rindalagan bo'lib, dadasining orzusi bo'yicha taraqqiy qilishdan qutulgan. Bu uning muzik talantini eng yuqori chekda joriy qildirishga erishtirgan. Necha yil ichida 10 yoshli Beethovenning shu joyda allaqachon xili nomi chiqqan. 17 yoshga kirgan yili ustozi Nefning yordami ostida Beethoven Vinada uzundan beri havas qilib kelgan muzik peshvosi Mozart bilan ko'rishdi. Talantli muzikantlar hamisha o'zaro tushunishanda qandoq. Gerçi o'z vaqtida ikkisining salohiyati, ta'sirida nihoyat cho'ng farq bo'lsin. Lekin Mozart tunji qitim Beethovenning muzikasini anglagandan keyin hayajon bilan uning kelgusida dunyoni titratadiganligidan oldin bishorat bergan. Afsuslanarligi, bu ikki nafar yuqori talantli muzik peshvolari keyingi kunlarda yana texnik ko'p uchrashmagan. Chunki da Mozart Beethovenga dars o'tishga hozirlanib 2 oydan keyin Beethovenning opasi baxtga qarishi olamdan o'tadi. Beethoven darhol uyiga qaytib, opasining oxiratlik ishlarini bir taraf qiladi. Beethovenning dadasining hech bilan kori bo'lmaydi. Cho'ng o'g'il bo'lish sifati bilan u oilaning og'ir yukini zimmasiga olmay bo'lmaydi. 1792-yilga kelganda Beethoven yana bir qatim Venaga qaytgan vaqtda Mozart bilan oldin yilda olamdan o'tgan. Ikki talantli muzikant taqdirni o'rlashtirish ostida uchrashadigan fursatni qo'ldan berib, mana shundaqla mangulik vidolashadi. Demay bo'lmaydi-ki, bu bo'lsa tarixning afsuslanishi, muzikaning afsuslanishi, o'xshash yana Beethovenning yuragidagi bir afsuslanish. Lekin ta'laylik bo'lgani bo'lsa, Beethoven Mozartning umidini yerda qo'ymaydi. Uningdan keyingi yillarda Mozartdan ozroqmi qilishmaydigan g'oyat zo'r utuqlarga erishadi. Beethovenning muzik ijodiyatini cho'ng jihatdan 3 mazgilga bo'lishga bo'ladi. Oldi bilan Bonn mazgili. 1782-yildan 1792-yilgacha bo'lgan 10 yilda Beethoven asosliqi yurtida o'rganish va ijodiyat bilan shug'ullanadi. Gerçi keyin oilasini beqish uchun teatrxonaga berib pianist bo'lgan bo'lsa-mu, Beethoven azaldan o'zining orzusidan voz kechmagan. Bu uning keyingi jug'lanmalari uchun mustahkam asos soladi. 1792-yildan 1802-yilgacha Beethoven Venaga kelib, butun vujudi bilan uning ijodiyatini qayta boshlaydi va Hasrat, Oy nuri, Krosit sonatasi hamda 3-pianino orkestri qatorliq kishilarga lazzat bag'ishlaydigan go'zal kuylarni ijod qiladi. Bu mazgildagi Beethoven allaqachon Venadagi oldingi qatorda turadigan muzik ustasiga aylanadi. Oy nuri ohangga munosabatlik osh go'zal hikoyaning orqasida amaliyotda mundaq bir bo'lik haqiqiy hikoya bor. Bu ohang 1801-yilda yozilgan bo'lib, bu uning tunji so'ygini Jolitaga yozgan. O'z vaqtida 31 yoshli Beethovenning bir 17 yoshli o'quvchisi bo'lib, ismi Jolita edi. U bu sehriy kuch to'lib toshgan qizchaqqa oshiq bo'lib qoladi. Keyin yana do'stiga yozgan bir parcha xatida Beethoven mundaq yozadi: "Mendagi bu qitimliq o'zgarish bir jalb qilish kuchiga to'lgan qiz uchun paydo bo'ldi. U meni suydi, men uni nihoyat suyman. Yildan beri baxt qushi tunji bo'lib beshimga qo'ndi. Mening qalbimda to'y qilgandan keyin cho'qim baxtli bo'la oladigandak bir hissiyot paydo bo'ldi. Buni yana mening oddiy umrimdagi tunji qitim deyishga bo'ladi. Lekin nihoyat afsus, bizning salohiyatimiz o'xshamaydi. Balkim chunki dal mushu salohiyatdagi farq tufayli muhabbatimiz natijaga erisha olmasligi mumkin." Oy nuri ohangining Oy nuri deb atilishidagi sabab bo'lsa, Germaniyalik shoir Ludwig Rellstab bu ohangning birinchi kuyini
xuddi Shveysariya Losun ko'lidagi oynuri chaqnatgan ko'l yuzidagi davolib turgan qo'lvoqqa o'xshatganligidan kelgan. Amaliyotda 26 yosh vaqtida Vinaga kelganiga uzun bo'lmagan Beethoven uzluksiz quloq og'riqining azobini tortgan. Bir talant to'lib toshgan muzikant nisbatan aytganda, hech qanday narsa bir jup quloqni anglamas bo'lib qolishidan bakarak kishini umidsizlantirimiz kerak. Sansizlagan muzika ovozi yo'q, kelgusi aniq bo'lmagan kunlarda Beethoven bir mezgil nihoyat azoblangan, hattoki umidsizlangan. U nihoyat kamsiz, odamlarga ketilmaydigan bo'lib qolgan. U Vinadan ayrilib, o'zi yolg'iz Vina shahri atrofidagi xiligan ishlarda turdi. Joyillik bilan o'zining patarida anglash sezimini yo'qotadigan maxfiyatini yo'shirdi. Shuning bilan bir vaqtda barliq azoblarni yuragining tagiga to'playdi. U o'zi suygan muzikadan ayrilib qolishdan, yana kishini ta'sirlantiradigan melodiyalarni ijod qilish amalsiz qilishdan qo'rqidi. Qattiq umidsizlik ichida u hatto vasiyatnoma yozib, o'zining Tangrining eng arzimas asari ekanligini aytdi. Lekin Beethovenning ulug'ligi faqat uning qadimdan hozirgacha yangrayotgan melodiyalarda emas, balki uning taqdiriga tiz cho'kmaydigan umidvor pozitsiyasi va ulug' xarakterida. Uzluksiz tirkishish va jafoliq o'yinishlardan keyin Beethoven tuyuqsiz uyg'onadi. Enisiga yozgan bir part salom xatida Beethoven qat'iylik bilan "Men taqdirning bo'g'zini qisishidan qutulishim kerak. Hargiz uningga bosh egmasligim kerak" deydi. Beethoven qayta tug'ilishga erishgandek bo'ladi. Barliq azoblar uning ijodiyat puluqiga aylanadi. Qat'iylik va qizg'inlik taqdirning adolatsizligini yengadi. Talantli Beethoven uning tangdoshsiz umidvor pozitsiyasi va ulug' xarakteriga tayanib, mislsiz qizg'inlik bilan dunyo muzika tarixidagi eng ulug' muzika qahramonlik simfoniyasini ijod qiladi. Shuning bilan uning butun umridagi eng shilliq qahramonlik davrini boshlaydi. 1807-yildan keyin anglash sezimini butunlay yo'qotgan Beethoven ilgariga selishtirganda texnik ulug' bo'lgan asarlarni orqa-orqadan ijod qiladi. O'z vaqtidagi Yevropaning siyosiy vaziyati davolg'ushchili bo'lganlikdan Beethovenning ijodiyatimi uning ta'siridan qutulolmaydi. Lekin u yanada odamni cho'chitadigan irodasi va egilmas ro'y orqali ikki qo'lqi anglash sezimini yo'qotgan, salomatligi nacharlashgan, turmushi jafo mushaqqatga to'lgan g'oyat zo'r qiyinchilik ostida 9-simfoniyani ijod qiladi. Bu bo'lsa Beethovenning taqdiriga tiz cho'kmaydigan, nurliq, doston kabi umrining xulosasi. Bu melodiya insonlarning go'zal orzusi va o'rtaq hissiyotini texmo aniq ifodalab, insoniyatning ulug' boyligi hamda ro'y ilhomiga aylandi. 1827-yili bu muzik turi Venada 57 yoshda yagona holda olamdan o'tadi. Dafn qilingan kuni Venadagi barliq maktablar dars to'xtatib uning uchun motam tutadi. 20 mingdan ko'p odam ko'chib turib uning tavutini yiroqdan qo'g'dab turadi. Garchi umidsiz ahvolda qolsa-mu, Beethoven yanada qizg'inlikni quchoqlab, yo'riqlikqa va go'zallikka intiladi. Qo'liqi melodiyalarni anglay olmaydi, lekin san'atkorning talanti bu sababdan yo'qolib ketmaydi. Uning qalbi hamon eng go'zal yo'lni ko'rsatib beradi. Beethovenning ulug'ligi uning musiqasida bo'lib qolmasdan butun dunyoga elib kelgan go'zallikdan huzurlanish va ruhning larziga kelishida. Uning baxtsiz taqdir ichidagi ana shu bosh egmaydigan kurashlari va go'zal ro'yida. Uning ana shu echinishliq, lekin umidvor ulug' ro'yida. Beethovendan burun Mozart cheksizki Yevropa muzik munberidagi eng ulug' mavjudlik. Lekin Mozartning musiqisidagi go'zallik faqatla muzikadagi go'zallik. Lekin Beethoven bu nota va melodiyalarni bo'sib o'tib, gigant odamlardek qaysarlik bilan yezib chiqqan, ruhni zilzila keltiradigan taqdir simfoniyasi uning buyukligining namoyandasi. Bo'ldi, bu qitimli hikoya bu yerda oxirlashdi.